Pastdarg'om tumanidagi 4-son texnikumiga kelgan kishi bu yerdagi yashillikni, go'zallikni, tabiat manzaralarini ko'rib, qalbi quvonishi shubhasiz. Albatta bu yerda bir katta mehnat qilingan, mana shunday dov daraxtlar, gullar barpo etilgan. Albatta buni zamirida nafaqat o'sha go'zallikka oshno bo'lish, ta'lim va tarbiyani chambarchas olib borish sohasida ham katta ishlar amalga oshirilyapti. Biz bugun ana shu masalalar xususida suhbatlashish uchun texnikum direktorining ishlab chiqarish ta'limi masalalari bo'yicha o'rinbosari Akram aka O'sarovga murojaat qilamiz. Marhamat Akram aka, ta'lim tarbiya jarayonida texnikumda olib borilayotgan ishlar xususida batafsil to'xtalib o'tsangiz. Bizni Pastdarg'om tuman 4-son texnikumimiz 2007-yilda Pastdarg'om avtomobil va yo'llar kasb-hunar kolleji sifatida tashkil qilingan. O'shandan beri demak o'quvchilarga ta'lim berib kelmoqdamiz. Hozirgi kunda demak 2025-yil 23-oktyabrdagi prezidentimizning 190-farmoniga asosan Pastdarg'om tuman 4-son texnikumi maqomi berildi. Hozirda 600 dan ziyod o'quvchilarimiz ta'lim olyapti. 6 ta yo'nalish bo'yicha bizda bularga ta'lim berishda demak salohiyatli ishlab chiqarish ta'lim ustalarimiz, o'qituvchilarimiz mavjud. O'quvchilarimizga nazariy bilimlarni berish bilan bir qatorda amaliy bilimlarni ham berib kelmoqdamiz. Ularda o'quv amaliyotlari, ishlab chiqarish amaliyotlarini tashkil qilish maqsadida hududdagi yirik ishlab chiqarish korxona va tashkilotlari bilan hamkorlik olib bormoqdamiz. Jumladan Samarqand shahrida joylashgan Dakaintex mas'uliyat cheklangan jamiyati, Tohir mas'uliyat cheklangan jamiyati, Samarqand Avtotex xizmat mas'uliyat cheklangan jamiyatlar shular jumlasidandir. O'sha ishlab chiqarish korxonalarida o'quvchilar ishlab chiqarish amaliyotlarini o'tash davrida ularga barcha korxona va tashkilotlar tomonidan sharoitlar yaratib berilgan a'lo darajada. Bundan tashqari kunduzgi ta'lim bilan bir qatorda ta'lim muassasamizda dual ta'lim shaklida o'qitish ham yo'lga qo'yilgan. Hozirda tikuvchi va avtomobil transportiga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash yo'nalishlari bo'yicha dual ta'lim shaklida o'quvchilarimiz ta'lim olmoqda. Tikuvchi kasbi bo'yicha o'qiydigan o'quvchilarimiz Samarqand shahar Dakaintex mas'uliyat cheklangan jamiyatda kvalifikatsiyon amaliyotlarini o'tab kelmoqda. Ularga korxona tomonidan juda yaxshi sharoitlar yaratib berilgan. Jumladan bepul ovqat, bepul transport xizmati va oylik maoshlar tayinlangan. O'quvchilarimiz bu sharoitlardan juda ham xursand. Kelajakda texnikumimiz rivojlantirish, ta'lim sifatini yana ham yaxshilash borasida qo'shma ta'lim dasturlarini ham, xorijiy qo'shma ta'lim dasturlarini amalga oshirmoqchimiz. Jumladan Xitoy davlati bilan Siyan shahrida joylashgan transport sohasidagi kollejlar bilan hamkorlikda olib bormoqdamiz. 2026-27 o'quv yilidan boshlab mana shu qo'shma ta'lim dasturlarini ham amalga oshirish niyatidamiz. O'zbekiston yoshlari Yoshmiz dilimizda ezgu ahd bo'lgay, har yurakda shiddat bo'lgay, shaxt bo'lgay. Yoshmiz dilimizda ezgu ahd bo'lgay, har yurakda shiddat bo'lgay, shaxt bo'lgay. Yurtboshimiz ko'rsatgan yorug' yo'lda manzilgacha yo'ldoshimiz baxt bo'lgay. Vatan bizdan kutmoqda buyuk ishlar, bu ishonchdan jo'shar ishtiyoqimiz. Bunda jamdir barchinoy alpomishlar, ko'ksi baland yoshlar ittifoqimiz. har ko'rganda chaman etmoq uchun ham gullashaylik.
jamiyat bilgan kim? Eng ulug' muhaddis Buxoriy bobom 7 yoshida mantiq o'tayirni yod olgan kim bizning Navoiy bobo. Har ko'ngilni chaman etmoq uchun ham gullashaylik O'zbekiston yoshlari buyuk kelajakka yetmoq uchun ham birlashaylik O'zbekiston yoshlari. Bu kun jahon maydonida ko'p yoshlar bo'lmoqdalar ajdodlarga munosib. Ular yurtni marralar sari boshlab, beruniylar bosgan izlarni bosib